Endi yana bitta savol bor. Sun'iy intellekt rivojlanayotgan paytda SMM menejerga o'zi ish bormi, yo'qmi? Nima qiladi SMM menejer? Kontentni bemalol sun'iy intellekt qilayotgan bo'lsa, hattoki dizayner ham shart emas, coverni ham sun'iy intellekt o'zi qilayotgan bo'lsa, matn yozishmi? Sun'iy intellekt bajaryapti. Ssenariy yozishmi? Sun'iy intellekt bajaryapti. Hamma ishni sun'iy intellekt qilayotgan bo'lsa, hattoki yuklash ishlari, agar mana shu ishlarni odam qiladi deydigan bo'lsangiz, yuklash ishlarini ham kerak bo'lsa, sun'iy intellektni o'zi bajara olyapti. Hattoki chet elda AI agentlar qo'yib qo'yilgan maxsus, ular kerakli vaqtda kerakli kontentni o'zi tayyorlab, mana shu maqolalarni yozib, coverlarni qo'yib, sekin yuklab qo'yaveradi. Ya'ni sun'iy intellektni qo'lidan kelyapti endi bunaqa ishlar. Shunaqa davrda SMM menejer o'zi kerakmi deydigan savol bo'lsa, quyidagicha javob beramiz. Savol: sun'iy intellekt odamlarning og'rig'ini tushunadimi, yo'qmi? Sun'iy intellekt mas'uliyat ola oladimi, yo'qmi? Shu ikkita savol yetadi aslida. Ya'ni bugungi kunda SMM menejerning vazifasi asosan tadqiqot, fikrlash va tahlil bo'lib qoldi. Qolgan ishlarning hammasini sun'iy intellektga qildirsa bo'ladi, bemalol. Matn tayyorlash deysizmi, video tayyorlash deysizmi, rasm tayyorlash deysizmi, bemalol sun'iy intellektni o'zi bajaradi. Lekin qolgan ishlarni, ya'ni masalan, mas'uliyat ola bilmaydi. Kompaniyada sotuv bo'lmadi. SMM menejer kontent vaqtida chiqarib bera olmadi. Kontent kelmadi. Sun'iy intellekt chiqargan kontent sota olmadi. Kim javob beradi? Kompaniyada biror javobgar inson bormi? Yo'q. SMM menejer mas'uliyatni oladi, bu kontent chiqarishdir, lead olib kelishdir yoki odamlar bilan gaplashishdir. Bitta inson shikoyat qilyapti, sun'iy intellekt chatbotlari stiker tashlayapti, zo'r degan, negativga. Shunaqa ham bo'lgan, ya'ni texnik xatolikdir yoki sun'iy intellekt yaxshi anglay olmagandir gaplarni. Endi SMM menejerlar o'zida ham bo'ladi bu ham. Lekin yaxshi SMM menejer demak to'liq mas'uliyatni oladi. Va bugungi kunda demak zo'r SMM menejer bo'lish uchun siz nimani bilishingiz kerak ekan? Mas'uliyat ola bilishni.